Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alamin va aqibatu lil muttaqin was salatu was salam ala khayri xalqi Muhammadin va ala alihi va ashabihi ajmain. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bilal ibn Raboh, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muazzini. Umar ibn al-Xattob roziyallohu anhu aytadi: Abu Bakr sayyiduna a'taqa sayyidana. Abu Bakr bizni sayyidimizni ozod qildi. Ya'ni Bilal ibn Rabohdir. Bilal ibn Raboh roziyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning muazzinini e'tiqod yo'lidagi, aqida yo'lidagi qissasi nihoyatda bir ajibdir. Zamon bir necha bor takrorlashligidan malol qilmaydi va quloqlar bu qissani eshitishdan charchamaydi. Bilal ibn Raboh bu otasi ismi Raboh, onasining ismi Hamama, qora Habash qullarning bolasi. Banu Abdudorga qarashlik qullardan, cho'rilardan bo'ladi va Umayyad ibn Halafga qul bo'lib o'tkazilgan hisoblangan oila bo'ladi. Bilal roziyallohu anhu aytdik, Habash bo'lgan, qora tanli bo'lgan. Tug'ilganda qul bo'lib tug'ilgan. Otasi ham qul, onasi ham qul, tug'ilishligi bilan qullikni bo'yniga olib tug'ildi. Alloh taolaning taqdiri. Makkada yangi dinning nuri tarqaganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tavhid degan kalimani oshkor qilib da'vat qilishga boshlaganda, Bilal birinchilardan bo'lib islomga kirgan kishilardan edi. Hali iymonga kelganlarning soni 10 taga yetmasdan turib, ana shu 10 taga yetmagan musulmonlarning qatorida bittasi Bilal ibn Raboh roziyallohu anhu edi. Bu islomga avval kirganlar Hadicha binti Huvaylid, Abu Bakr Siddiq, Ali ibn Abi Talib, Ammor ibn Yosir, uning onasi Sumayya, Suhayb Rumi, Miqdod ibn Amr va mana shularning qatorida Bilal roziyallohu anhu. Yuqorida aytib o'tilgan kishilardan Abu Bakr, Ali bu kishilarni Makkada urug'lari kuchli urug' bo'lganligidan, boshqalarning aziyatlaridan himoya qiladigan qo'rg'oni bor kishilar edi. Lekin Yosir, Ammor, onasi Suhayb, onasi Sumayya, Suhayb va Bilolga o'xshagan himoyachisi, qarovchisi bo'lmagan kishilarga Makka mushriklari eng qattiq azoblarni yetkazishdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu mana aytdik, Bilal ibn Rabohni sotib olgunga qadar bo'lgan voqeasi haqida ozgina gaplashishimiz kerak. Makka mushriklari boshqa qullarga ta'lim bo'lishligi uchun, boshqa insonlar bu narsadan ibrat olib Muhammadning diniga ergashmasligi uchun mana shu zaif kishilar ustida bir qattiq azoblarni berdi. Abu Jahl Sumayyani qattiq azobladi. Alal oxir qorniga nayzani sayib o'ldirdi. Islomda birinchi shahid bo'lgan, jon fido qilgan kishi bu ayol kishi Sumayya bo'ldi. Boshqalarning ham holati mana shunday bir achinarli qattiq edi. Bilal ibn Rabohni azoblashlik Umayyad ibn Halaf, uning xo'jayini bo'lgan Umayyaga topshirildi. Uni kun tikkaga kelganda, Makka qumlari isib cho'q o'xshab turgan paytda kiyimlarni yetishar edi. Ustiga temirdan bo'lgan libosni kiygizib, optoga qo'yib qo'yishar edi. Mana shunday bir azobdan to'xtatishmas edi. Ustidagi temir kiyimlarni yechib turib, qamchilar bilan kuraklarni urib, yorib savalashar edi. Va Muhammad alayhisalomni so'kishlikka majbur qilar edi. Bu qattiq azob qayda ta'sirda qolgan ba'zi bir sahobalar bu og'riqlarni, mashaqqatlarni ko'tara olmasdan ular talab qilgan narsaga labbe deb javob berardi. Ammor ibn Yosir mana shunday bir qattiq azoblardagi Abu Jahl payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni dinidan qaytdim dedi. Lot va Manot Uzzo dedi. Bu kam dedi. Muhammadni so'kasan dedi. Azobni qattiqligidan ko'zini oldida otasini ham, onasini ham o'ldirganda Ammor shunday bir tushkunlikka tushdiki, payg'ambar alayhisolamni so'kishlikka ham majbur bo'ldi. Unga ham Abu Jahl chidamadi, aytdiki, rozi bo'lmasdan, "Mana u o'malab ketayotgan qo'ng'izni meni Robbim deysan, Xudoyimsan" dedi. Shuni aytishlik darajasi qattiq azob berishdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelganida yuziga qaramadi. "Ya Rasululloh, qanday qilib yuziga qarayman?" deganda, "Agar seni kelib qiynab mana shunday azob bersa, yer va albatta so'kib qo'yaver" dedi. Chunki qalbi Alloh va Rasulining muhabbatidan to'lib toshgan edi. Lekin Bilal ibn Raboh har qancha azob berilsa ham biror marta uratgan narsani labbe deb javob bergani yo'q. Ular uni azoblar ekan, ahadun ahad. Qamchilar bilan ko'hraklarni urib yorib tashar ekan, ahadun ahad. Jamiki hollikni qo'yib urar ekan, ahadun ahaddan boshqa kalimani talaffuz qilmas edi. Lot va Manotni eslatsa, tilim aylamayapti. Ularda ayta olmayapman deydi. Muhammad dini nima deysan? Ahadun ahad. Umayyad ibn Halaf Makkadagi eng bir qattiq qo'l bo'lgan kofirlarning boshliqlaridan edi.
Bilolni azoblab, charchab, malollab ketganligidan bo'yniga sirtmoqni solib, tarang qilib tortib, Makkani yosh bolalariga, tenteklariga ipini ushatib qo'yardi, so'darab yurib uringlar derdi. Bilolni mana shunday so'darab yurib, xor qilib azoblashar edi. Ular aybi bitta edi. Ularning aybi bitta edi. Robbim Alloh deb qo'ygan edi. Abu Jahlga payg'ambar sollallohu alayhi vasallam "Ya Yohannas, qulu la ilaha illalloh tuflihu", ey odamlar, la ilaha illalloh deb qo'yilib, yengasizlar, yutasizlar, jannatga kirasizlar desa, aytishardiki, 10 ta kalimani ayt, qaytaramiz, lekin buni qaytarmaymiz dedi. Sabab shunchalik og'ir kalimami bu? La ilaha illalloh kalimasini aytgan kishi Allohdan o'zga iloh yo'q degani, halol deydigan ham Alloh, harom deydigan ham Alloh. Allohning iznisiz hech narsa qilmayman. Alloh ruxsat bergan narsani qilaman, Alloh tashriqdan chiqmayman degani bo'ladi. Ular arab edi. Iloh kalimasining ma'nosini tushunishar edi. Allohdan o'zga iloh yo'q deb qo'ysa, ini erkak edi ular. Kofir bo'lsa ham, johil bo'lsa ham erkak edi. Shu gapni gapirsa, javob berish kerak edi bular. Hamza ibn Abdul Muttalib payg'ambarimizni Abu Jahl qattiq haqorat qilganda kelib, boshini kamon bilan urib yorib turib, o'zi mushrik holatda, jiyaniga bo'lgan hamiyatidan, jiyaniga bo'lgan bir muhabbatidan, Muhammadning dinida men bo'lib turib, qanday uni sen haqorat qilasan dedi. Jahl ustida gapirib yordi-da, kechasini o'ylanib chiqdi. Qanday qilib gapirib yordim bu gapni? Muhammadning diniga o'tmagan edi. Lekin muhabbati qattiq tutib, urug'chilik asabiyasi tutib kalimani aytib yordi. Lekin kechasi bilan o'ylandi, gapidan qaytishlik bular uchun o'limdan qattiq bo'lgan. Bizning farqimiz ulardan. Biz bu kalimaning ma'nosini tushunmaymiz, aytaveramiz. Ular bu kalimani tushungan, shuning uchun aytmagan. Chunki aytsa javob bergan ular. Harom dedimi? Yig'ishtirish kerak bo'lgan. Ertalab keladi, Allohdan so'radim, qalbimga tasdiqini, to'g'ri yo'lga hidoyat qildi dedim. Alloh hidoyat qildi dedi. Hamza roziyallohu anhu aytasi kelib, payg'ambarimizga kalima keldi, iymon keltirdi. Abu Jahl shuncha aytmas edi. Bilollarning aybi shu edi. Robbim Alloh deb qo'ygan edi. Mana shunday yosh bolalar xor qilib yetalab so'darab yurgan paytda Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu keladi, "Ey Umayya" dedi. "Bilolni sot menga" dedi. "Qimmat narx olaman" dedi. "So'ragan pulingni beraman" dedi. 10 uqiya oltin berasan dedi. "Kelishdi" dedi. Qo'lni qoqib, pul olgandan keyin Umayya Abu Bakrni ichini tirnamoqchi bo'lib, agar bir uqiya so'raganingni ham berardim" dedi. Bir uqiyaga ham sotib olardim desa, Abu Bakr Bilolni sha'nini ko'tarishlikni qarang. Agar sen yo'q deb turganingda 100 uqiyaga ham sotib olardim sendan dedi. Ya'ni gap bu yerda pul emas, bir musulmonni e'tiqodida bir bemalol bo'shlik uchun sotib olishlik edi bu. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhu Bilolni va bir qancha qul bo'lgan musulmonlarni sotib ozod qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, "Ya Rasululloh, Bilolni sotib oldim" deganda, "Meni ham sherik qiling shunga" dedi. Desa, Rasululloh ozod qildi meni dedi. Hazrat Umar aytadi, Abu Bakr sayyiduna, bizning sayyidimiz Abu Bakr, sayyidimizni ozod qildi. Islom, iymon qulni sayyidlik darajasiga olib chiqdi. Islomda sayyidlik pul bilan, faqat mansab bilan yoki nasl-nasab bilan bo'lmaydi, iymon bilan bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga Alloh subhanahu va taolo Madinaga hijrat qilishga buyurganda u zot bilan birga hijrat qildi. Bilol roziyallohu anhu Madinaga keldi. Qurayshning aziyatlaridan qutular ekan, habibi, nabiysi bo'lgan Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallamni yonida doimiy bo'ldi. Ajralmadi. Hatto ko'lank payg'ambarimizning soyasi ham Bilolchalik yonida yura olmas edi. Shunday dedi tarix muorixlar. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam namoz o'qisa, namoz o'qidi. Jihad qilsa jihad qildi, yursa yurdi, tursa turdi. Payg'ambar vasallamni yonidan ajratmadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjid binosini nihoyasiga yetgandan keyin azonni joriy qildi va Bilolni chaqirdi, ovozi chiroyli edi, azon aytishga buyurdi. Mana shu kundan boshlab Rasulullohning muazzini degan nomni oldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam jannatga ko'tarildim va jannatda oyoq tovushlarini eshitdim. Bu kimning ovozini, oyog'ini ovozlari desam, Bilolni deyishdi. "Ey Bilol, nima ishingiz bor biz bilmaydigan, sizni jannatga olib kirgan" dedi. Bilol roziyallohu anhu hijorat bo'lganidan, Rasululloh qanaqa osh ishim yo'q. Faqat doim tahoratli yuraman. Har tahorat qilganda 2 rakat namoz o'qib qo'yaman dedi. Qarang qanaqa yengil. Ehtimol shu ishingiz bo'lsa kerak sizni jannatga olib kirgan dedi. Islomdagi birinchi azonni
Aytgan kishi Bilol roziyallohu anhu edi. Bilol roziyallohu anhu ana shu asri saodatda yashar ekan. Azonni aytib bo'lardida, Rasululloh hujrasining eshigiga kelib turib, hayya alas solah, hayya alal falah der edi. Rasululloh chiqib kelar edi. Yugurib borib takbirni boshlar edi. Mana shunday baxt egasi edi ular. Chunki Rasulullohning namozga chaqirishlik sharafiga ega bo'lgan edi. Qul bo'lib tug'ilgan, lekin iymonni tanlaganda Alloh taolo bilan shunday bir aziz mukarram qildi. Qul bo'lib tug'ilgan, qora habash bo'lgan. Otasi qul bo'lgan, enasi qul bo'lgan. Islomda aziz qiladigan, insonda aziz qiladigan faqat islom dini bo'ladi. Najoshi Habashtonning podshosi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga 3 ta nihoyatda bir zo'r ishlangan kalta-kalta nayzalardan hadya qilib jo'natadi. Najoshi iymonga kelgan birodarlar. Najoshi vafot qilganda Rasululloh Madinada turib janozasini o'qigan. Mana risolada ko'rgansizlar keyinlarida. Ana shu 3 ta nayzani bittasini Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'ziga olib qoladi. Ikkinchisini Aliga, uchinchisini Umar ibn Xattobga beradi. Bir qancha vaqt o'tgandan keyin o'ziga olib qo'ygan nayzani Bilolga shaxsan qo'li bilan beradi. Umrining oxirigacha Bilol roziyallohu anhu faxrlanib ko'tariladi shu nayzani. Masjiddan tashqarida bir jamoat namoz o'qiladigan bo'lsa, nayzani oldiga sayib qo'yar edi. Bu Rasulullohning bergan hadiyasi edi. To o'lgunicha bu nayzadan ajralgani yo'q. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan birga Bilol roziyallohu anhu Badrda ishtirok etdi. Va Allohning dushmani bo'lgan Abu Jahl va Umayyalar musulmonlarning qilishidan xor bo'lib halok bo'lganligini ko'rib ko'zi quvondi. Alloh subhanahu va taolo payg'ambarga bergan va'dasini ro'y-rost qildi. Nusratini tushirdi. Rasululloh Makkaga fath qilib Makkani kirgan paytda ana shu o'zining zangori katibasida payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yuzlarini yopgan, zangori rangdagi kiyimlar kiygan o'zini xos qo'shini bilan kirdi. Shularning qatorida Bilol roziyallohu anhu ham bor edi. Rasululloh Ka'batulloh oldiga keldi. Eshigini ochib Ka'baga kirganda payg'ambar alayhisalom bilan 3 ta odam bilan kirgan edi. Musulmonlardan birinchi bo'lib payg'ambarimiz bilan Ka'baga kirilyapti. Birinchi marta. Shunda u bilan birga, Uzot bilan birga Usmon ibn Talha kalitlanib olgan holda kirdi. Usoma ibn Zayd kirdi. Rasulullohning yoqimtoy o'g'li kirdi. Va uchinchi kishi Bilol ibn Raboh, qora qul edi. Peshin vaqti bo'lganda butun ko'zlar, minglagan ko'zlar Ka'batullohga qarab turganda Rasululloh buyurdi: "Ey Bilol, Ka'baning ustiga chiqing, azon ayting" dedi. Bilol chiqdi. Vatanidan haydalgan, 13 yil xorlik ko'rgan, xor bo'lgan, azoblangan vataniga qaytib kelishdi. Alloh taolo ularga qaytarib berdi vatanini. Ka'batulloh ustiga qora qul chiqib tavhid kalimasini e'lon qildi. Mushriklarni Makka ahlini ba'zilari ixtiyori bilan, ba'zilari majburan iymon keltirgan edi. Qora qulning Ka'baning ustiga chiqib azon aytganini ko'rgan ba'zi iymonga kelgan, lekin iymonni mustahkam bo'lmaganlar, yaxshi ham otam o'tgan kuni o'lib ketuvdi. Bu sharmandalikni ko'rmasdan o'tib ketdi dedi. Ikkinchisi o'lganimiz yaxshi dedi. Abu Sufyon bor edi shu yerda. Abu Sufyon payg'ambarimiz Makka ga kirguncha chiqib iymon keltirib olgan edi. Kelib o'tirib payg'ambarimiz Ka'bani tavof qilar ekan. Shunday o'tirib o'ziga o'zi qanday qilib Makkani berib qo'ydimi? Makkani podshosi edim. Endi qana qilib qaytarib olsam ekan? Qaysi qabilalarga yordam qilsam ekan deb xayol qilib turganda Rasululloh shunday keladi-da oldiga, unda Alloh seni xor qiladi deb ketadi. Bu Allohning payg'ambari ekan, yana bir marta guvoh bo'ldim deydi. Rasululloh tavofda davom etar ekan, haligi 3-4 tasi qo'yidagi gaplarni qaytaryapti. Biri unday dedi, biri bunday dedi, otam o'lgani yaxshi oldi dedi, biz o'lganimiz yaxshi dedi, qulni chiqqanini ham ko'ramizmi Ka'baga deb turganda Abu Sufyonga qarashdi, sen ham binasa deb qo'y degandek. Shunga qarab aytdiki, agar hozir bir gap gapirsam dedi, mana bu tosh yoki mana bu qum Muhammadga gapirib qo'yadi. Deyishiga payg'ambarimiz keldida, eshitmagan edi. Ha, Abu Sufyon, agar binasa desang, mana shu tosh bilan mana shu qul menga kimligini aytib qo'yadi dedi. Qalbimda shubha qolmadi dedi. Bilol roziyallohu anhu Ka'baning ustiga chiqdi. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammad rasululloh. Hamma yig'ladi. Chunki kechalar mana shu Ka'baning oldida tepkilanib xor bo'lib, sahobalari qatl qilingan mana shu Makkaning oldida, Ka'baning oldida musulmonlarga Alloh taolo Ka'ba eshiklarini ochib berdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Rafiqul A'loga safar qildi. Namoz vaqti bo'ldi. Rasululloh vafot etgan. Rasululloh yuvib kafanlashib qo'ygan, hali ko'mishgani yo'q. Peshinga azon aytyapti. Kim? Bilol. Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna dedi, nafasi bo'g'ilib qoldi. Og'zidan so'z chiqmay qo'ydi, chunki yaxshi ko'rgan Habibim Muhammad Rasululloh yotibdi mayit bo'lib. Chunki bu azonni aytib tugatsa,
Eshigiga borib turib, hayya alas solah, hayya alal falah desa chiqadigan odam yo'q. Mana shu o'rinda hamma nafasini chiqara olmay qoldi. Hamma yig'ladi, hatto soqollari ho'lib ketdi. Abu Bakr Siddiq roziyallohu anhuga Bilol keyinchalik 3 kun azon aytdi-da, 4-kuni kelib, "Ey Abu Bakr" dedi. "Meni shu azon aytishlik ishidan bo'shatsangiz, chunki men bu narsani ko'tarishiga toqat qila olmayman" dedi. Sababini so'raganda, "Axir men azon aytib bo'lib turib, Rasulullohning hujrasiga qarab turib, hayya alas solah desam, Rasululloh eshikdan ochib chiqib kelmasa, men qanday toqat qilaman bu narsaga?" Abu Bakr ruxsat beradi azon aytmaslikka. Shom yurtlarda bo'layotgan g'azotlarga sherik bo'lishni xohlaganini aytib, Madinadan chiqib ketishga ruxsat so'raganda, Madinada qolasan dedi Abu Bakr. Shunda aytadi, "Abu Bakr" dedi, "Agar siz meni Umayyadan o'zingizga qul qilishlik uchun sotib olgan bo'lsangiz, qolaman" dedi. "Yo agar meni Alloh uchun sotib olgan bo'lsangiz, kim uchun sotib olgan bo'lsangiz, o'sha zot uchun qo'yib qo'ying meni" dedi. Abu Bakr "Men sizni Alloh uchun ozod qilganman, bo'shsiz" dedi. Shomga ketadi. Damashqda turadi. Va Abu Bakr o'tdi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu xalifa bo'lib, ana shu Shom o'lkalarini ziyoratga kelganda, Damashqda sahobalar Umar ibn Xattobdan iltimos qilishdi. Bilolga buyuring, azon aytsin. Juda uzoq muddat ko'rishmagan Umar va Bilol uchrashdi. Umar ibn Xattob Bilol roziyallohu anhu hurmat qilardi, hurmatini joyiga qo'yardi. Makonati oliy edi Umar ibn Xattob huzurida. Va ana shu masjidda turib, Damashqda turib, Hazrat Umarning buyrug'iga muvofiq Bilol roziyallohu anhu azon aytdi. Ashhadu anna Muhammad rasululloh deganda hamma to'plangan sahobalar yig'ladi. Chunki bular xuddi otasidan ayrilgan yetimlardek otasini eslagandek o'tirib yig'lashdi. Chunki bular Rasulullohning o'zidan ham, otasidan ham, bolasidan ham ko'p yaxshi ko'rgan kishilar edi. Siz bilan biz bu Rasulullohning tarixi, sahobalarning tarixini o'qib, yuragimiz jiz etmay ekanligi, bizni bu qalbimizni tuga bo'lganligini, dunyo bilan ovora bo'lib qolganligini bilamiz. Bilol roziyallohu anhu vafot qilish soatlari yetganda yonida ayoli turar ekan, to'satdan "Va hazana, naqadar kulfata" dedi-da bir o'ziga kelib turib, "Naqadar xursandchiligiga, chunki ertaga Habibim oldiga boraman, ertaga Muhammad oldiga boraman, uning suhbatiga boraman" dedi. Oxirgi chiqqan lafzlari shu bo'ldi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzuriga ravona bo'ldi. Bilol roziyallohu anhu qora qul, tug'ilishlikda hech qanday makonati, hech qanday mansab bo'lmagan qora qul, islom degan, iymon degan ne'matni mahkam ushlaganda Alloh taolo bu zotlarni aziz qildi. Alloh subhanahu va taolo ularning hayotini eshitib ibrat olishga hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.